Umumiy qon analizimiz yaxshi, ferritin ko'rsatkichimiz me'yorida, vitamin D topshirdik, u ham me'yorida. Lekin unda nimaga charchayapman? Meni holim yo'q, men yotoqchilayapman, ozgina ish qilsam charchab qolaman, umuman quvvatim yo'q degan savollar bilan bemorlar murojaat qilishadi. Aslida bilasizmi nima sababdan? Gemoglobin vazifasini temir bajarmaydi, temir gemoglobin emas. Umumiy qon analizi tekshiruvini olganimizda gemoglobin ko'rsatkichi me'yorida, MCVimiz normada, gemotokrit normada, ferritin ko'rsatkichi me'yorida. Lekin nima sabab? Oddiy oqsil almashinuvida buzilish hisoblanadi. Ya'ni qondagi oqsil ko'rsatkichini me'yordan pastligi qurilish materialimizga kerakli bo'lgan oqsilni yetishmovchiligidir. Siz oddiygina oqsil miqdorini qonda tekshiribgina o'zingizni asosiy kelib chiqaruvchi mohiyatni sababini bilishingiz mumkin. Agar siz go'sht miqdorini normada me'yorlashtirmasangiz, oqsil miqdorini normada ko'tarmasangiz, marhamat, proteinli mahsulotlarimiz juda ham ko'p. Proteinli batonchiklarimiz, proteinli kokteyllarimiz, ularni olib bitta ovqatni o'rniga o'zingizni ratsioningizga qo'shib, ularni almashtirsangiz ham bo'ladi. Va o'shanda siz ham sifatli, ham kaloriyaga yetarli miqdorda siz o'zingizni kerakli bo'lgan zaxira bilan to'ldirgan bo'lasiz.